Bolalarda kriptorxizm. Kriptorxizm kasalligi moyaklarning o'z o'rnida bo'lmasligi, chov sohasida, qorin sohasida yoki bel sohasida joylashib qolishi bilan xarakterlanadi. Bunday kasallikni aniqlash uchun oddiy ko'z bilan ko'rish bilan ota-onalarni tekshiruv ham ba'zi holatda yetarli bo'ladi. Agar mutaxassis ko'rganda bunday kasallikni moyaklar joylashgan joyiga qarab turib tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Palpator qo'l bilan ushlab ko'rish yo'li bilan yoki ultratovush tekshiruv bilan aniqlansa bo'ladi. Aniqlangan kriptorxizm kasalligi har doim operativ yo'l bilan davolanadi. Operativ yo'l bilan davolanishi bolaning 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bo'lgan muddatda o'tkazilganda moyaklarning o'z faoliyati buzilmasdan o'tkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar kechikib ketgan 2 yoshdan keyingi kriptorxizm kasalligidagi operatsiya natijalari unchalik ham yaxshi bo'lmasligi mumkin. Agar farzandingizda moyaklar o'z o'rnida bo'lmaganda, kechiktirmasdan albatta bolalar urologi mutaxassisiga murojaat qiling.